Assalomu alaykum aziz do'stlar. Asilbek O'rozboyev YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda telefonda 3 menu yo'qolash. 3 ilova xuddi shunaqa bo'ladi. Bu tomonga o'tkazsangiz har xil ilovalar chiqadi. O'zingizning ilovalaringiz. Xuddi shunga o'xshash chiroyli qilsangiz ham bo'ladi. Bu rangini o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Shu yerga o'tib, mana shu yerdan rangini o'zgartiramiz. Yoki bu yerdan, yo bo'lmasa bu yerda o'zgartirsangiz ham bo'ladi, yoki harflarni katta qilsangiz ham bo'ladi. Menga shu rang va shu o'lcham yoqdi. Shuning uchun shuni belgiladim. Agar siz ham bu ilovani o'rnatib olmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga, guruhimizga o'tib olasiz. Bu mening Telegram botim. Agar bu topmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu yerga o'tib, katta harf bilan O'rozboyev 12 chiziqcha bot deb yozasiz. Shu yerdan mana chiqib keladi. Shu yerga o'tib olasiz va boshlashni bosasiz. Bu yerdan 2 xil ilova chiqadi. Jarvis ili 3 menu. Sizga 3 menu kerak bo'lsa, 3 menyuni bosasiz va ilovani tashlab beradi. Va shu yerdan o'tib, yuklab olib, siz ham telefoningizda 3 menu qilsangiz bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin.